haqida so'raydi. Mol mulkini qayerdan topib, qayerga sarfladi? Qayerdan topdi, qayerga sarfladi bu pullarni? Bu mol mulkni, bu dollarlarni, bu rubllarni, so'mlarni topdi, ishladi, mehnat qildi, qayerdandir oldi. Endi ana shu topgan pullarini endi qayerlarga ishlatdi? Zinoga ishlatdimi, aroqqa ishlatdimi, ma'siyatlarga ishlatdimi, behuda narsalarga ishlatdimi, yoki Alloh taolo aytgan, Robbisi buyurgan dini, payg'ambar alayhisalom buyurgan sadaqalarni qildimi, xayr ehsonlarni qildimi, vaqflarni qildimi, nima qildi? Bu haqda ertaga qiyomatda albatta so'raladi. Hadisni qaytarib qo'yamiz. Abu Iso Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta Alloh taolo sizlarga onalarga oq bo'lishni, haqni bermaslikni va haqqi bo'lmagan narsani talab qilishni, qiz bolalarni tiriklayin ko'mishni, qiyl va qolni, ko'p savol bermoqni hamda molni noo'rin joylarga sarf qilmoqni harom qildi dedilar. Muttafaqun alayh. Turli ikir-chikir dedi behuda gap so'zlar qiyl va qol deyiladi. Musulmonlar xususan masjidlarda, ilm majlislarda va boshqa o'rinlarda qiyl va qol qilishdan qaytarilgan. Ya'ni shu kasallik bizda juda ham ko'p. Dedi. U domlan bunaqa dedi, bu domlan bunaqa dedi, u domlan anaqa debdi, bu domlan bunaqa debdi. Xullas debdi. Mana bu narsadan Payg'ambarimiz alayhisalom qaytaryapti. Rasulullohni qaytarishligi va Allohni qaytarishligi. Chunki Payg'ambarimiz aytdiki, albatta Alloh sizlarga deb turib, mana shularning ichida qiyl va qolni keltirdi. 42-bob ota-ona, qarindosh va xotin hamda hurmat qilish, mandub bo'lgan boshqalarning do'stlariga yaxshilik qilishning fazilati haqida. Qaysi fazilat? Ota-ona, qarindosh va xotin hamda hurmat qilish mandub bo'lgan boshqalarning do'stlariga yaxshilik qilishning fazilati haqida. Bunda hadis keltirilyapti. Birinchi hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Umar kim edi? Savol. Ibn Umar kim? Abdullah ibn Umar. Qaysi sahoba bu? Abdullah ibn Umar qaysi sahoba? Bilganlar bormi? Chunki hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelyapti. Abdullah ibn Umar yo'q, kim mana? Qaysi sahoba? Abdullah ibn Umar. Kimning farzandi? Otasi kim? Bu sahobani. Ha, mashallah. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuning o'g'li. Amirul Mu'minin amirimiz Umar ibn Hattob radhiyallohu anhuning o'g'illari Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kishi otasining do'stlari bilan bordi keldi aloqalarini qilishi yaxshiliklarning oliysidir dedilar. Kishi otasining do'stlari bilan bordi keldi aloqalarini qilishi yaxshiliklarning oliysidir dedilar.